Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar, tuzimmisizlar? Bugun fransuz tili kursiga bordim. Это полный пиздец. Qo'pol qilib aytganda. Xullas fransuz tiliga bordim. Menga tushuntirib berishga, misol uchun, men rus tilida gaplashaman, o'zbek tilida gapiraman. Menga tushuntirib berishga hech qanaqa переводчик yo'q. Как o'rganishga men boshim qotdi. Misol uchun, что это такое ложка deylik, что это такое йогурт deylik. Или там соль, что это такое o'zbekchasiga, там fransuzchadan o'zbekchasiga или там fransuzchadan ruschasiga перевод qilib beradigan odamni o'zi yo'q. Qo'pol qilib aytganda, fransuz tilida gapiradi, fransuz tilida o'rgatadi, но hech qanaqa перевод yo'q. Учи как хочешь. Вот так вот. Как o'rganishga men miyamga даже yetib bormayapti, to'g'risini aytsam. Еще чтобы o'rganishing uchun sen еще pul to'laysan. Yaxshiyam, там yiliga $1000 emas, $2000 emasda arzimagan там 50 evrogina всего лишь oyga to'lov. O'rganishga, я не знаю как. Boshim qotdi. Elementarniy narsani tushuntirib berishga odam yo'q. Misol uchun, sol, yogurt deb o'rgatish uchun. O'shanga boshim qotyapti. Что посоветуете? Nima deb maslahat berasizlar? Kimni boshiga shunaqa narsa tushgan bo'lsa, sovet. Help me, please.